Biz bugun sizlar bilan FIFA o'ynaymiz va turli open paklar va do'stlarimiz bilan turli xil head to head ni o'ynaymiz. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi bo'lib turib open pak ochamiz extra time'dan 3000 ta olmozim yo'q, to'g'ri tushunasizlar. Umidga ochamiz 99 dan 103 ga tushadi yoki 104 dan 107 gacha. Shulardan bittasi tushib qolsa 107 likmi yaxshi bo'ladi. 102 lik. Uni. Agar do'stlarimiz onlayn turgan bo'lsa, ular bilan birgalikda o'ynaymiz. 20 millionga sotilgan. Diyon kerak emas. Futbolchimizni sotamiz. Birorta do'stimiz onlayn turgan bo'lsa, u bilan birgalikda o'ynaymiz. Qani ko'ramiz. Abdulboriy degan do'stimiz onlayn turgan ekan. Ham bo'lmasa ketdik. Boshlangandan so'ng videoni davom ettiraman. Mana kiryapti. Uning obushi ham 107, meniki ham 107. Kim yaxshi o'ynaganini oxirida kommentda yozib qoldiringlar. Bu meni sostavim. Bu Abdulboriy degan friendimizniki. Kimniki yaxshi oxirida kommentda yozib qoldiring. Qotib qoldi. Boshlangandan so'ng videoni davomi chiqadi. Mana videoni boshladik. Ketdik. Guardiolani kuchuk qilib o'tib ketamiz. Tepishimizga qo'ymadi. Ishtaraf bo'lyapti. Menimcha do'stimiz chiqib ketgan o. Biz ham chiqamiz. Chiqib bo'lmaydi. Hozir chiqib ketamiz. Videoni keyin ko'rishingiz mumkin. To'g'ri tushunasizlar? U bilan o'ynab bo'lmadi. Uniki chiqib ketib qoldi. Shuning uchun videoni keyin yana onlayn bo'lgandan keyin yana qaytadan tashlaymiz. Hozir ungacha sostavimni kuchaytiramiz va sizga sostavimni ko'rsatib o'tib ketaman. Masjidni obam ekan. 3 ta bor ekan, birortasini kuchaytiramiz. Keyingi safar qaysini kuchaytirishim kerakligini aytinglar. Sterling kuchaytiramiz, Kakani kuchaytiramiz. Kakani kuchaytirgan, kuchayarmiz. Yo'q, kuchaymadi. Bitta game kuchaytiraveramiz. Balki kuchayib ketar. Kuchayma. Emel tekinga masjid unoki. Menimcha endi o'ynasak bo'ladi. Yo'q, hali ham o'yinga kirib ketgan ekan. Ungacha sovg'alarni olib turamiz. Shundan nechinchi sekildilar yozib qoldiringlar. Davay shuni o'yinlarini o'ynab shuni ochamiz.
Niyatiga 9 martagina tugatdim. Bir kishi o'tiribdi. Bizga mana shular tushdi. Yana bitta aylantiray qani, balki 99 dan 100 ga ketishib qolar. Besh mingta coin tushdi. Qarab ko'raylik qani, balki o'yindan chiqqandir. Mana chiqibdi. Mana boshlaymiz, ketdik. Kirib olgandan so'ng video davom et. Men kirib oldik. Keyin Pro 1 dan World Class 3 gacha chiqargunimcha videoni davom ettiramiz. Keyin 15 ta likedan so'ng davomini chiqaramiz va World Class 2 ga harakat qilamiz. Yana druziya tashlanglar menga. ID'imni qoldiraman kommentda. Uyg'lov ishlab oldik. Давай kalla. Gol. O'xshamadi. Kaka. Gol ketdi. Zavara tomonda o'yinda. Qutqarib qolaver. Sizdan bo'y balandlik qilyapti-da Sterling uchun. Sterling menga o'zi yoqmaydi. Bo'y baland futbolchilar kerak. Gol ketdi. Mana boshlab oldik. Ozgina uzilishlar bo'lib qoldi. Ishtarab qolyapmiz. Debsam keyin yo'q. Chakaga tashlaymiz u qichchasi tiqora. Bo'lmadi. Har 5-daqiqa bo'lib qoldi-ki, bo'lmasa borib gol keladi. Bu time ko'ra. Agar yutqazib qo'yishdan xafa bo'lmaysizlar, o'zimchalik normal o'yin o'ynayman. Keyingi o'yin qanaqa o'yinlardan bo'lsin? Minecraft, TLS, Counter yoki balki ko'proq bola yig'ib o'ynaymiz. Sherdan davay. Xalaq berib qoldi sistemini. Men ham shu sistemni olishim kerak edi. 70 tadan yaqinman. Yo'qmayapti har kun kirib olish. 3-golni ham urib ketadi. Qizil oldik. Qizil bo'ldi. Dashtiga qaytarmasa gol ketadi. Chut qoldi-da.
Ah, 3-golni urib ketdi. Bu safar o'yinni kontrdan qilamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Bu bizlar uchun foyda. Keyin yaxshiroq o'yinlardan aniq chiqamiz. Video chiqamiz. Shu bo'lmasa 3-1 qilish kerak. Urbek. Bu Ugribek emas, Ugribek. Ugribekmi bo'lmasa? Pastda idingizni yozib qoldiring. Sizlar bilan boshqa akkauntim bilan o'ynab ko'raman. Messiga ot degan. Baribir ham shu 3-0 bo'ldi. Endi Pro 1dan Bol Class 3 ga chiqishga harakat qilamiz. Onga kirgunimcha videoni to'xtatib turaman.